Ramazan ayı bizga ruhiy jihatdan cho'nqur ta'sir ko'rsatgan bir oy bo'ldi. Endi bo'lsa, bu ruhiy safarimizni Shavvol oyida 6 kun roza tutish orqali davomlashtirishga chaqirildik. Ne'matga shukr qilishga muvaffaq bo'lishingizning o'zi yana bir ne'mat. Shundaqla bu ne'matga shukr qilganligingizga shukr qilish yana bir ne'mat. Shundaqla Shavvoldagi 6 kunlik roza sizning Allohga bo'lgan mehringiz, itoatingiz va shukr tuyg'ungizning o'lmaganligining jonliq ifodasi. Yetib keldi bizlarga xush muborak Ramazon ibodatda usul ko'p fazilatga boy. Assalomu alaykum aziz qarindoshlarim. Ramazon oyi bizga ruhiy jihatdan cho'nqur ta'sir ko'rsatgan bir oy bo'ldi. Bu oy bizga faqat roza tutishni o'rgatmadi. Biz roza tutib, nafsimizni tizginlab, Allohga yaqinlash yo'lida ko'p tirishchanliklarni ko'rsatdik. Endi bo'lsa, bu ruhiy safarimizni Shavvol oyida 6 kun roza tutish orqali davomlashtirishga chaqirildik. Aziz qarindishim, musulmonning doimlik vazifasi toat ibodatlarni davomlashtirish, o'zining ruhiy tarbiyasiga ahamiyat berishdir. Ruhiy tarbiya uchun ibodatlar, toatlar bekitilgan. Bandaning toatlardan nasibasi qanchalik katta bo'lsa, ruhiy tarbiyasi shunchalik komil bo'ladi. Aksicha bo'lganda, toatlardan yiroq bo'lgan sari ruhiy tarbiyadan texmi yiroq bo'ladi. Shuning uchun toat ahlining qalbi nozik, amali nihoyat yaxshi bo'ladi. Gunoh ahlining bo'lsa qalbi qattiq, amali nachar bo'ladi. Ramazondan keyin Shavvol oyida 6 kun roza tutish bu nodir fursatlarning biri. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'zining ummatini Shavvol oyida 6 kun roza tutishning fazilatiga rag'batlantirib, "Men soma Ramazona thumma atba'ahu 6 min ash-Shawwal kana ka siyamid dahr." Kimiki Ramazon rozasini tutib, ondan keyin Shavvolda 6 kun roza tutsa, go'yo 1 yil roza tutgandek bo'ladi degan. Bu hadis rozaning faqat bir oyg'ili cheklik emas, balki musulmonning butun hayotiga ta'sir ko'rsatadigan ibodat ekanligini tushundiradi. Shundaqla Ramazondan keyin Shavvolda 6 kun roza tutish 1 yillik roza savobiga teng keladi. Imom Navaviy rahimahulloh olimlar 1 yil degan bu shuning uchunki, banda bir yaxshilik uchun 10 hassa savobga erishadi. Ramazon bo'lsa 10 oyga barobar, Shavvoldagi 6 kunlik roza 2 oyga teng keladi degan. Alloh taolaning cheksiz rahmati bilan kichik bir amal bilanmi katta savobga erisha olamiz. Ibn Muborak rahimahulloh Shavvol oyida roza tutish Ramazon rozasining nurini davomlashtiradi. Kimiki mushu rozani tutsa, go'yo butun yil roza tutgandek ajr savobga erishadi degan. Qarindishim, Ramazondan keyin Shavvolda 6 kun roza tutish bu rozadarning Parvardigoriga shukr qilganligi, Ramazon rozasiga muvaffaq qilganligi uchun minnatdor bo'lganligining, yaxshilikqa bo'lgan rag'batining, yaxshi amallar yo'lida davomlashishining aniq dalilidir. Hafiz ibn Rajab rahimahulloh bir kishi Ramazon rozasi ne'matiga erishib, uningdan keyin shu ne'matni gunohlar bilan bulg'asa, bu kishining qilg'ini Allohning ne'matiga xiyonatdir degan. Bu so'z musulmonning amallardagi doimlilik, samimiyligining muhimligini eskartadi. Shundaqla Ramazonda qilingan yaxshi amallarning Ramazondan keyinmi davomi bo'lishini eskartadi. Demak aziz qarindishim, toatlarning vaqti cheklik emas. Bir mavsum o'tgandan keyin inson yana gunohga qaytadigan bo'lmaslik kerak. Shundaqla haqiqiy mu'min Allohga bo'lgan itoatini butun hayoti bo'yicha davomlashtiradi. Aziz qarindishim, Ramazondan keyin roza tutishning qanday foydalari bor desangiz, birinchidan Ramazondan keyin Shavvol oyida 6 kun roza tutish butun 1 yillik rozaning savobiga erishish fursati. Ikkinchidan Shavvoldagi 6 kunlik roza farz namozlarning oldi va keyindagi sunnat namozlarga o'xshaydi. Shavvol rozasi bo'lsa, Ramazon rozasidagi kamchilik, nuqsonlarni to'liqlaydi. Bu orqali biz farz ibodatlardagi kamchiliklarimizni to'liqlay olamiz. Uchinchidan, Ramazondan keyin roza tutish Ramazon rozasining qabul bo'lganligining ehtimoli ekanligini ko'rsatadi. Alloh taolo bir bandining amalini qabul qilsa, uni keyingi yaxshi amallarga muvaffaq qiladi. To'rtinchidan, Ramazonning rozasi ilgirki gunohlarni kechirim qiladi. Rozadarlar hech kunida o'zlarining Ramazonda qilgan ibodatlarining savobini to'liq oladi. Shuning uchun hechdan keyin roza tutish bu ne'matlarga shukr qilish bo'ladi. Payg'ambarimiz gunohlarning kechirim qilinganligiga shukr qilish uchun hatto putlari ishib ketguchi ibodat qilgan. Uningga Alloh sizning ilgirki va keyingi gunohlaringizni kechirim qilgan tursa, yana nimishqa o'zingizni shuncha qiynaysiz deyilganda, payg'ambarimiz men shukr qilguvchi banda bo'lmamdim deb javob bergan. Demak bu ibodatning sababi Allohning
mag'firat qilganligiga shukr aytishdir. Ba'zi salaflar kechada ibodat qilib bo'lgandan keyin ertasi roza tutatdi. Shundaqla u rozani shu kechada ibodat qilish ne'matiga shukr qilish uchun tutatdi. Banda Alloh taologa din dunyo jihatdan berilgan har bir ne'mat uchun shukr qilish kerak. Lekin bu shukr qilish intayin inchga, murakkab bir ibodat. Ne'matga shukr qilishga muvaffaq bo'lishingizning o'zi yana bir ne'mat. Shundaqla bu ne'matga shukr qilganligingizga shukr qilish yana bir ne'mat. Bu silsila mana mushundaq davomlashadi. Bandalarning bu ne'matlarning hammasiga to'liq shukr qilishga hargizmi kuchi yetmaydi. Shukrning haqiqiy ma'nosi ne'matlarga butunlay shukr qilishdan ojiz ekanligini e'tirof qilishdir. Bu Allohning cheksiz rahmat, mehribonligining eng jonliq ifodasi. Shundaqla Shavvoldagi 6 kunlik roza sizning Allohga bo'lgan mehringiz, itoatingiz va shukr tuyg'ungizning o'lmaganligining jonliq ifodasi. Va yana Shavvol oyida roza tutish orqali Payg'ambar alayhisalomning sunnatiga amal qilgan bo'lamiz. Alloh taolo hammamizdan Ramazondagi rozamizni, boshqa ibodatlarimizni qabul qilsin. Ey Alloh, bu muborak Ramazon oyida bizga bergan ne'matlaringga shukr qilamiz. Bizni roza tutishga, boshqa ibodatlarni qilishga muyassar qilganligingga cho'nqur minnatdormiz. Bizning gunohlarimizni kechirgin, duolarimizni qabul qilgin. Bu oyda o'zgartgan yaxshi ahvolimizda davomli bo'lishimizga yordam bergin. Amin.